Gemoglobinni oshirib beradigan yumshoqqina sufle tayyorlaymiz. Qirg'ichdan chiqarilgan lavlagi, ketidan farsh, ketidan qirg'ichdan chiqarilgan kabachokni solib, bitta tuxum chaqib, ozroq tuz bilan yaxshilab aralashtirib olamiz. Yaxshilab aralashtirib olgan massamizni xohlasangiz silikon qolipda yoki piyolani yog'lab turib, suv bug'ida 20 minut, 25 minut atrofida pishirib olsa bo'ladi. Suflelarimiz tayyor bo'lgungacha Taralyuksni antijirini super xususiyatini ko'rsatib o'taman. Men bu oshxona shkafim ustini hech qachon bunaqa tozalab olmasam kerak deb o'ylagandim, lekin Taralyuks antijiri bilan shunaqa oson tozalab oldim. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Deyarli hidi bilinmaydi, ortiqcha kuchlarsiz osongina tozalab olasizlar. Natijasi videoda ham yaqqol ko'rinib turibdi. Suflelarimiz ham tayyor bo'ldi. Bu sufleni 1 yoshdan oshgan bolajonlar uchun bemalol bersangiz bo'ladi. Sahifamga obuna bo'ling, siz va farzandingiz uchun doim foydali videolar bilan bo'lishib boraman.